Do'stlar, hammaga salom do'stlar. Bugungi videoda biz OBS просто boshqatdan qilishni o'rganamiz do'stlar. Настройкада. Xo'sh. Bu yerda bu bizning ekranimiz. Mana bu yerda to'g'ri, bu yerda lekin noto'g'ri. Bu yerga mana ekranimiz edi. Захват ekrani chiqarib o'zinglar avtomatik momentiga hozir chiqadi. Tushunmay qoldim. Do'stlar, bu yerda chiqadi. Keyin do'stlar, noto'g'ri ketib qoldi. Mana buni hozir do'stlar, захват ekrani bosamiz. Давай. Mana shu narsa chiqadi. Bundan keyin do'stlar, o'sha sizlar to'g'ri video otgan bo'lasizlar. Mana buni bunday qilib qulflab qo'ysak bo'ldi. Qulfdan chiqarib qo'ysak bo'ldi do'stlar. Keyin biz nima? O'sha hamma narsa mana uzun ekran bo'lib ketaveradi. Keyin do'stlar, bizning mikrofonimizni qo'shib qo'ymoqchimiz. Bu yerdan Zahidov Vohidov audio potoka. Audio potoka. Zahidov audio mikrodop bosamiz. Bo'l. O'sha mikrofonimizni ham qo'shsak bo'ladi. Mikrodop olib qopti do'stlar. Buni Zahidov audioni bosib, buni bundoq qilib noto'g'ri ketdi. Nimagadir noto'g'ri. Mikrodop mana bo'ladi-da, mikrofon. Tepada mikrofon chiqishi kerak-da, hozir. Hop. Salomlashib qo'y, uyatsiz. Assalomu do'stlar. Sizlar bugun Adoqat, onlaynda hozir gapiryapman, eshitmayapsan. Nima yo'qmi deymi? Yo'qmi? Ha, endi yo'qu. Bashiring. Ana qo'shildi say. Bashiring san bo'ladi. Saloq jim o'tirgan, yo'qmayapsan. Nima yana video olasan? Oyimga otdi oldim. Nima? Qisqa chiqib qopti, videoing 40 sekund bo'lib qopti. Esatbay, keyin do'stlar. Bu yerda настройки degan joyga kiramiz. To'xta, Abdoqat. Gapim borda. Bizga tursin. Nima aytaymi? Men biz o'ynadik-ku, to'g'rimi? Ha, bu translyatsiya vid. Ya'ni tema zo. Abdoqat, sen men bilan Translyatsiya zapis, ha? Men biz o'ynayotganda, sen o'ynamagandan keyin borib, men aytdim-da, ki video tugadan keyin aytdim, men bir o'zim o'ynayman dedim, men bo'ldi. Men bir o'zim endi tushayotganda video olsan, qarasam. Turibsan. Do'stlar, keyin meni aytganimni qaranglar. Men nima qilganimni do'stlar qilinglar. Bo'lmaydi, videoga kirib, zapisga kirib, mana shuni hammasini to'g'ri qilib chiqishingiz kerak do'stlar mana. Mana buni keyin audio normal turgan yaxshi. Buni video mana. Mana shu zapisda tursa, audio нормально отключить mana. Mana shuni mana shunda turgan yaxshi. Отключение ham shunda набор mikrofon bunda turgan yaxshi. Bu отключение. Быстрее bu tez. Понимаешь? Животni nimaligini bilgan. Videoga o'tsa mana shunaqa qilib qo'yishinglarni tavsiya beraman. Bu yerda anaqa nima edi? Начать запись home bossam yoqiladi, home bossam, homeni bossam o'chiriladi. Mana 0 bossam zapis to'xtaydi. Bizning yana 0 bossam zapis yoqiladi. Qalay. Bu yerda o'sha qolganlari translyatsiya nimadirlar, buni tushunmadim. Diler bunga kirsanglar do'stlar. Naqma saloq. O'sha bularni nima otdi bu? O'sha bularni endi o'zinglarni anaqalarga qarab chiqasizlar do'stlar. Endi boshida endi bossa. Boshida video ya'ni saloq saparing chiqadi hozir. Mana KBS bor. Ko'paytirsanglar bo'ladi KBS, ko'paytiringlar, xohlasanglar ko'paytiringlar. Men kompyuterlarni o'zini kuchiga bog'liq. Men 5000 qilib qo'ysam, pagdinali yaxshi bo'ladi. Hop, o'sha bu yoqlari to'g'ri
mashina hammasini to'xtatib mana bismillah. O'zi bu o'zi menimcha bo'lgan bo'ladi. Tushdingmi? Ha, saloh. Mana buni ham mana buni endi ko'rasizlar. KBS'larni 5000, kompyuterlar hozir 90000. Anaqa. Tinuvlashtiradi ekranni. Mana bu bo'ldi do'stlar. Ko'rib oling. Astrokefizi. Da, Sahrining ix bo'pti do'stlar. Qilganinglardan keyin do'stlar. Bu men mikrofoninglar bo'ladi. Mikrofoninglarni xohlasam, bas. Bo'p qo'sanglar bo'ladi. Mana nechida turibdi? 8. 11 mana tegiding mikrodop. 11 8. 11 minus 8 db turibdi. Buni ham shunga olib kelish kerak. Yomon. Shunaqa kuldirish kerak-da. Nima endi so'kinish kerak ozgina. Sandek o'sha. O'to, mana qara, zarat kesgan emish. Misham zarat kesgan. Qistar. Qilamanman. Bo'ladi bosh. Mashinasi eng yaxshisi bo'ldi. Mashina normalniy do'stlar. Keyin do'stlar, mana hech nimaga tegmayman, o'sha video o'chirdim. Hammaga xayr do'stlar. Bugun video shunday bo'ladi. Keyingi videoda ko'rishgungacha xayr.